Chetga oling mashinani. Nima yo'qmi bro? Boshqa chetga. Qani bodi kamerangiz? Bodi kamera? Ha. Sizmi? Boshini chetga oling. Sizmi sizni? Kelib uribsiz mashinani. Sababi nima? Boshini kelib uribsiz-ku. Sababi nima? Boshini kelib uribsiz-ku. Men nima uchun qisqa Boshini o'qidim? kelib uribsiz-ku, hurmatli fuqaro. Nima? Boshini kelib uribsiz bilan. Qani? Oling mashinani chetga. Qayerga urding? Chetga oling mashinani. Qayerga urding? Boshini chetga kiring. Qani mashina urilgan? Ana. Qani? Ana. Qani urilgan? O ana uribsiz. Qani? Ana Qani urilgan? Chetga oling mashinani. Nima yo'qmi bro? Boshqa chetga Qani kiring. bodi kamerangiz? Bodi kamera? Ha. Sizdan uzatib so'rayapman. Chetga oling mashinani. Nima uchun qisqa o'qidingizmi? Boshini chetga olasizmi? Nima uchun o'qidingizmi siz? Hozir aytaman. Nima yo'qmi? Chetga oling mashinani. Nima yo'qmi bro? Boshqa chetga Qani kiring. bodi kamerangiz? Ichki ishlar xodimining libosi bu yuk. Yukning ichida xalq manfaatlariga xizmat qilishdek mas'uliyat bor. Afsuski, bu yukni ko'tara olmasdan xizmat majburiyatlarini unutib qo'yayotganlar ham yo'q emas. Joriy yilning 18-noyabr kuni Buxoro viloyati Ramitan tumanida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazi inspektori kichik serjant Sayfiyev Nexia 2 avtomashinasida o'zidan oldinda harakatlanib kelib, svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Equinox haydovchisidan yo'l berishini so'rab, avtomashina chiroqlarini bir necha bora o'chirib yoqadi. Kamiga Equinoxning old tomoniga o'tib olib, haydovchiga noo'rin ayb qo'yib, ya'ni transport vositasida avariya sodir etdingiz deya bodi kamerasiz va hech bir asossiz haydovchidan avtomashinasini yo'lning chetki qismiga olishini talab qiladi. U forma kiygan sharmanda. Sal o'zingni bosib ol. Shu xalq seni odam qilib turganini, formani xalqqa o'dag'aylash uchun emas, xizmat qilish uchun kiyganingni esingdan chiqarma. Hozirda holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan kichik serjant Sayfiyevga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan bo'lib, tekshiruv natijalariga ko'ra holatga to'liq qonuniy baho beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.